Salom, sizlar bilan birgalikda Avanstar bo'lyapti va mana biz YouTube'ga ham qaytib oldik va mana biz bugungi videomizda ikkita serverda o'ynab ko'ramiz va kirsa kirdi, kirmasa kirmadi. Xo'p, birinchi bo'lib biz ana shu Avan deb qo'ygan PvPcraft degan kiruvchi nimaga kiramiz? 14 ta odam menda kirgizadi yoki yo'q. Xo'sh, internetdamiz va bu bizning versiyaga tushmas ekan. Mana sayyorasi ko'rsam 0.14.3 versiya qilib qo'ygan ekan. Yaxshi, endi o'zimizning Futuristar serverimizga kiramiz. Bugun men sizlarga qanday qilib kirishni o'rgataman. Albatta, xo'sh, mana serverimiz va biz har 2 kunda bir admin beramiz. Odamlarni tanlaymiz. Hop, endi videodamiz. Cheat kodimiz bor. Browser clear. Yozamiz. Comment. No comment. What the heck? Hozir bola yaxshi video zapis ketyapti. Nima bo'lyapti? You do not have at her clear. Mani kamera o'chib qopti. Hozir 1 daqiqa. Mana bolalar, hozir kirib olyapmiz Google'ga. Erta men Lenohost desanglar chiqadi. Shunaqa server ochadigan login parollarni kiritasizlar. Keyin sizlarga mana hozir kiramiz serverimizga. Ozgina ishlamayapti internet. Mana yo'q qolamiz, unda bo'lsa ishlab ketdi. Mana meni serverim bor, degan. Shunaqa server yaratasizlar-da, keyin qanday serverga kiraman desanglar, connection'ni bosasizlar-da. Mana bu 37 mana shu nimasi bo'ladi. Ana bu nima deydi? ID bo'ladi. Bu bo'lsa port, bu IP port bo'ladi. Ikkalasi bitta qilib. Ular shu. Endi join'ni bossanglar kirmaydi menda, chunki men bu versiya olgani bilan nimaroq. Xo'p, endi men sizlarga o'zim qanday qilib nima berishni o'rgataman. Keyingi videoda albatta komment nechta komment aka o'rgating chiqsa, ya'ni serverda o'rgating ochishni desanglar, o'rgataman. 5 ta bo'lishinglar o'rgatib o'raman kommentda faqat. Kommentni bomba qilishinglar kerak. Bitta odam yozish mumkin emas. Mana ikkita akkauntdan kirganman men. Bu yana bitta akkauntim. Bu mana hozirga kirgan akkauntim. Bunga beramiz. Endi esa Minecraftga kirib olamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keting. Bir oy bo'ldi video chiqarmaganimga uzr ekan sizlardan. Chunki men anchadan beri ishlarim ko'paydi, shuning uchun hozir vaqtim bo'ldi serverda join qilganim. Xo'p, yaxshi, mana hozir vaqtim ketdi. Abraka yana. Tinib ketdi mana. Xo'p, bizda bilganinglardek cheat bor, cheat. Buni o'rgating deganlar ancha. Biz lokalni yozamiz va play. Bilan o'yinni ko'ras ekan. Albatta bitta minusimiz bor. Biz unchalik ham balandga uchib tura olmaymiz. Uchib yursak bo'ladi lekin. Sekin asta faqat. Yo'q, tushirib qo'ydim mana. Uncha balandga ucha olmayman. Uchish ham zo'r yo'li bor. Mana tushirib olyapti-ya. Endi shu yerdan kirib, shu yerga kira olasizlar, mana buni yoqib qo'yasizlar. Endi xohlaganinglarcha xohlagan tepinglarga desam, bo'lmasa lekin bemalol o'ynashinglar mumkin. What the fuck, bro? What are you doing? What the hell? Oh my god. Serverimiz avvalda zo'r. Keyin sizlarga cheatni tashlaganman. Faqat bu versiyani cheat emas, bizning serverga kirish uchun cheat bor. Faqat teparoqqa chiqasizlar 0.15 deb qo'yilgan. Tumas 0.5. Endi men sizlarga bu cheatni o'rgatib ketsam, serverda uncha ko'p narsa ishlamaydi. Mana to'kki, spawnni paydo qo'yapti meni. Men ko'p narsa ishlamaydi. Endi bo'lsa men sizlarga nima qilishni o'rgataman. Oddiy kartada ishlatishni, survival creative. Ana kirib oldik. Albatta sahroyi daryodan. Sizlar qaranglar, kirasizlar-da. Mana bu editni bosasizlar, mana qara bo'ladi. Shuni chiziqgacha qo'ysanglar, ko'proq bo'ladi. Bu move o'zingizlarga to'g'rilaysizlar. Bu X-ray narsalarni ko'rsatadigan. Bu FPS. Keyin buni ko'rsatmam ham yo'q bo'lasizlar.
Bu Infinity nima? Masalan, men aytaylik like button bossam, mana dan. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa paydo qila olaman. Suv topaylik-da, suv daryo kabir. Sizlarga suvda zo'r narsa bo'ladi. Mana qaranglar, shunaqa ko'rina oladi. Oralarda mana bunaqasiga yapayman. Qaranglar, mana chuvati degani. Yana bu versiyani chetida moblarning joni ko'rinadi. Moblar masalan mana. Aytaylik, mana seni uchratishga mana bitta turaman mana. Qoqishtirib olaman. Pishgan go'shting tushadi. Ancham qizim, go'shting ham ketib qoldi. Cha deyamiz. Bitta va mol o'lamiz. Mana pishgan go'sht berdi hammasi. Mana bu chekadagi chanklar xaritani tagidagi mana bu exit modni bossanglar yo'qolib qoladi. Va endi ko'rsataman, bu overly noxirroqda. Kill o'zinglarni o'ldirib olasizlar, kayf bu. Mana bu setni bosib qo'yamiz. Va masalan aytaylik, masalan mana bu yerdan ketib yubordim desam, uchib qoldi. Qiziq. Va mana ketdim, men huvana bu yerda edim, mana uzoqdaman. Va men birdaniga teleportni bossam, o'sha joyimda paydo bo'lib qolaman. Xo'sh, o'tishirish shunaqa. Restore. Shunaqa narsa. Va mana bu gain speed o'yinning harakati. Mana qaranglar. Cho'chqalar ham mendan ham tez olmaysan. Qaranglar. Bir tov tursam, qo'rishni qaranglar. Eng sekinida shunaqa vaqt sekinlashtirilgan o'yinni olsanglar bo'ladi. Mana qaranglar. What the heck? Nima bu? Nima san? Yo'q, men tushishim kerak. Boshqarish qiyin. Yana bitta sarkarab orqaga yurdi. Qaranglar, cho'chkani ham kallasi ham kal qopdi-da. Qisam qaranglar. Buni bilmasingmi, nima qilyapman? Qo'limni yana bilaman. Sakraymiz. Wow, вообще zo'r chiqqan shu-chi. Shuga edit ko'rish kerak. Sakraman sanga. Karan qo'llashni qaranglar. Hey. Keyin olyapman. O'zimni kameraga qayta olaman. Qiyshayib turishni qaranglar, jonda. Qaranglar, uchishni qaranglar. Bunaqasiga kayf qilaman. Blok qo'yish o'sha. Qaranglar, boshqa narsa olishim. Chiqishini qaranglar. Sekin pastdan chiqyapti. Wow. Просто piksellarigacha ko'raman, lekin men buni qaranglar. Ikkitalik pikselgacha. Endi o'zimizdan tezlikka qayta olmasak bo'lmaydi, akalar, bo'lmaydi. Player speed, ya'ni o'zimning oddiy tezligim. Time, kechqurun ertalab qoladi. Stop time, bu to'xtab qoladi. Qimiragan to'xtab. Always speed, umuman kechqurun tushmaydi. Block ticking. Block ticking nima ekan? Block ticking nima, brat? Tushunmadim block tickingni. Level sayyoz kursa. Darajada. Shunaqaligini ko'rsanglar 100-daraja o'zarcha ko'p darajaga ko'chirib shunaqa. 100-darajadan tortib xohlagan darajaga qo'yasiz. Kreativ ertalab qo'ramiz, boshqadan bitta. Gap inventor o'lsak narsa o'zgartiriladigan. Выживание. Mana yana gap inventor endi bloki bo'lamiz suvda yo'q. Menda IQ bor. Bitta, ikkita, uchtaga qarab tushamiz va shuni olib so'ramiz. Yana vaqt eng tezga qo'yib olib, nima qilmanglar, qumtaga tushmanglar, joninglar ichadi suv, ayniqsa pufakchilardan vaqt ketib qoladi. O'ylaman va narsalar o'zimda просто daraja tushib qoladi xolos. Shunisi minus. Hop, endi kreativ. Endi men bu xohlagan effektlarni qo'shasizlar. Masalan, men buni qo'yaman. Va mana buni qo'ysam, qarab turinglar.
Masalan, men endi o'zimga vichin deyverasizlar. Men o'zimga bitta mob topsam deyaylik. Mobni men bit urib beraman. Bitadi. Chacham. Bu sakrash olganim uchun shunaqa baland ko'chirib oladi. Biroz ham shaxtaga tushib qolaman. Existing. Voy jallod nima qilyapman? Effektlarni tashlaymiz. Tashadi va spawn bu hayvon kill deydi. Shunaqa Prime internetda ham zo'r menga yoqadi. Wow. Hop, endi Snow Show debug info in game yoqamiz. X-ray togi in game yoqamiz. FPS hozirda naq 40 chiqyapti, mana o'z past chiqadi. Hamma bo'lsa yo-mayo. Aldamayaptimi, ishonmaymiz desanglar, mana hozir tushib ko'rsaman kerak bo'lsa. Mana ko'mir. Almazga ham borib ko'rib beraman kerak bo'lsa. O'zingiz o'ng'alayotgan o'zi uzr. Ko'ruvchilar mana almazga ham kelib qolay dedim. Men o'zimga damlamani olaman. Sindirib olamiz va chek. Mana tayyor olmas bu. Mana olmas, mana chiqdi. Endi shuncha harakatga yarasha like va obuna ketish eshiklardan chiqmas akalar. Chiqolamiz bitalab kechqurun. Xo'p, mana chiqoldim. Endi nima bor yana? Mana bu yerda yana bir ikkita narsalar bor, o'zingizlar qidirib olasizlar endi. Qimirlamaydigan suv, qimirlamaydigan lava. Wow. Qimirlamaydi. We shall live forever. Your world is warm. So building is nice. Bunaqa yoniga qo'ysanglar tarqab ketib qoladi faqat. Lavani ham ko'rsaman. Taksam. Yo, lava tarqalmasa ham tarqalyapti. Bilasizlar, lava o'ta nima bo'ladi? Endi keladi lavada water drop. Davay. Lava drop, water suv. Lava drop, qani? Lava drop qutqara olmaydi o'zimizdan hisobga olganda. Yana kiradi. Aytdim, lava drop qutqara olmaydi. Jonim kam. Chacha. Qullanamiz. Chek. Endi yana nimalar bor? Ob-havo endi ob-havo tangida bor. Bir ikkita narsalar bor. Biz o'zinglar ko'rib olasizlar endi. Ancha video olmaganman. Anchaqda. Nimaga o'yinda ovoz yo'q desanglar, men o'yinda ovozimni o'chirib berardim. Shuning uchun. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan keyingi videolar ham yana chiqadi albatta. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.